What I see. أنا الغلطان ماشي انتي، أنا اللي عشقتك ما عشقتي، أنا اللي وفيت وغدرتي. أنا الغلطان ماشي انتي، أنا الغلطان ماشي انتي. Navbatdagi namozxona hajmi juda ham katta bo'ldi. Namozxona devorini umumiy ko'rinishini kisva ko'rinishida chizib oldim. Mehrob markaziga Ixlos surasini yozib chiqdim. Devorning tepa qismiga Oyatul Kursi yozildi. O'ng tarafda Ya Rahman, Ya Rahim, chap tomonda Allohu akbar lafzlari yozildi. Yaxshi niyat qilib uyingizda namozxonaga joy ajratgan bo'lsangiz, uni hech kimda yo'q ko'rinishda bezatib berish uchun menga murojaat qilishingiz mumkin. Original ideyalarni meni profilimdan topasiz. Mishari Alafasini qatdan tanigansiz deyilsa, 7-8 yoshimda 2004-yilda shu domda turardik. Shayx Mishari Alafasi o'zlarini to'liq Qur'on kasetalarini chiqargan yillari. Oq rangli kaseta esimda bor. Onam bilan uyda uy ishlarini qilayotganlarida doim shu kasetani qo'yib qo'yardilar. Mishari Alafasi qori. Endi men u payt 7 yosh, 8 yosh atrofida bo'lganman. Qur'on shunaqa bir maza qilib tinglab uyda ko'chaga kam chiqardim. Uyda shu tinglab oyim ish qilardilar, men ham o'zim o'yinimni o'ynab, ishimni qilib, tinglab qulog'imga kirib qolardi-da. Lekin u o'qiyotgan shaxsni, qorini kimligini bilmasdim u payt, tanimasdim. O'sha payt kasetada eshitib yillar o'tgan, qancha 1 yilmi, 2 yil bilmayman. Keyin onamlar Abdulloh shu Qur'onni yodla, bolam. Men o'zim ustozlik qilaman deganlar. Endi onamni Qur'on ilmlaridan xabar bo'lganlar, Hadicha Kubroni bitirganlar. O'sha paytda keyin men endi u payt bar bolaligim bor edi, uncha holamdan qanaqa qilib yodlayman. Qiyin bu men uchun deganda, sen oldin olib kel, bitta shug'ullanib ko'raylik, qiyinligini keyin gaplashamiz deganlar. O'tirimiz o'zlari o'rganib o'tyaptilar-da. O'sha 30-pora juz amma deyiladi, amma porasidan o'qitishni boshlaganlarida o'z-o'zidan shayxi shu o'qigan tilovatlari tilimda aylanibdi-da. Men hali u bilmayman, harf tanimayman, lekin yodlayapti, xuddi men uni ilgari yodlagandek bo'laman-da. Shunaqa qilib juda tez fursatda 30-porani yodlab qo'yganmiz. سوف أبقى وحيد غريب الديار، لقد سرت في غربة ما من صحب ولا رفاق، ما من صحب ولا رفاق. وإلى متى سوف أبقى وحيد غريب الديار، لقد سرت في غربة ما من صحب ولا رفاق، ما من صحب ولا رفاق. وطريق النصر دربي تلك آثار خطايا، هكذا الأجيال قالت ليس للدار سوايا. Erkak kishi ayolini o'zi tarbiya qiladi. Ayoli qanaqa bo'lsa, erkak shunaqa qilib o'zi tarbiyalab oladi. Agar erkak kishi hikmat egasi bo'lsa, ko'pam zo'r xulqli bo'lmagan xotinni hikmat yo'li bilan tarbiya qilib, saodatli hayot kechiradi. Endi agar erkak hikmat egasi bo'lmaydigan bo'lsa, tarbiyali, salohiyatli, solih ayolni ham hikmatsizligi tufayli badxulq bo'lishiga sabab bo'lib qoladi. قول الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم. دنسوا لي حمانا لو طوقته الضراغم، رسالة البغي صالت فأين عهد الحواسم. ناسوا بأننا أبات نذود ذود القشم. أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. Xandaqda Amr ibn Hudni ismini eshitib, bironta musulmon chiqmadi. Boyaga aytganimizdek, endi uning 80 ga kirgan bo'lsa, 20 ga kirganda qilib ushlagan bo'lsa ham necha yillik tajribasi bor? 60 yillik. U qari bo'lib quvvatdan qolgan emas, quvvatni cho'qqisi deyilyapti. Ali roziyallohu anhu bor yo'q ikkita jangda qatnashgan. Badr bilan Uhud.
Hamma xavotirga tushdi. Shuncha ulug' sahobalar turib birontasi o'rnidan qo'zg'almadi. Ali roziyallohu anhu turib men chiqaman dedi. Rasululloh: "Ey Ali, bu Amr ibn Hud, o'tiring joyingizga" dedi. Ali o'tirdi. Amr ibn Hud yana masxara qilishni boshladi. Ichingizlarda muborazaga yaraydigan bironta erkak yo'qmi? Bironta erkak yo'qmi? Axir o'lsanglar sizlar boradigan jannat qayerda qoldi dedi. Agar o'lsanglar jannatga borardinglar sizlar. U jannat o'zi qanday chiqmaysizlar deb masxara qilishni boshladi. Payg'ambarimiz o'ngga qaradi, chapga qaradi, hech kim turmayapti. Ali ibn Abi Talib men deb ikkinchi marta chiqdi. Payg'ambarimiz yana o'tkazib qo'ydi. Bu yerda Amr ibn Hud baqiryapti, masxara qilyapti. Kim chiqadi deb payg'ambarimiz so'radi, 3-marta men deb chiqdi. Ali roziyallohu anhu 26-27 kirgan bola. Rasululloh bu Amr ibn Hud dedi. Amr ibn Hud bo'lsa ham. Payg'ambarimiz ruxsat berdi, chiqdi. Qo'rqoqlik umrni uzaytirmaydi. Jasorat umrni qisqartirmaydi. Bugun Amr ibn Hud o'lish kerak. Ali roziyallohu anhudan yoshroq odam chiqsa o'ldiradi. Rasululloh ruxsat berdi, Ali ibn Abi Talib oldiga bordi. Amr otning ustida turgan edi. Ali esa piyoda. Yana qaytarib aytamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida bo'lgan janglarni qaraymizmi? Xulofoi Roshidinlarning davrida bo'lgan jangni qaraymizmi? Birontasidagi bo'lgan muborazalar mana shu muborazaga teng kelmaydi. Ali roziyallohu anhu Amrning qarshisiga kelib turdi. U tanimadi. Kimsan dedi? Ali dedi. Ali ibn Muaviyamisan? Yo'q, Ali ibn Abi Talibman dedi. Endi Abu Talibning hurmati baland, Alining otasi, Qurayshning sayyidi bo'lgan arablar taniydi uni. Amr aytdiki: "Ey, sen Abu Talib o'g'limisan? Sen meni birodarim o'g'li ekansan. Ortingga qayt. Sendan yoshi ulug'roqlar jo'nat. Amakilaring bo'lsa kerak atrofingda" dedi. Ali aytdi: "Amr, menga yetib kelishicha, agar senga Qurayshdan bo'lgan birorta odam ikkita ishdan bittasini taklif qilsa, bittasini tanlar ekansan" dedi. "Ha, men senga ikkita narsani taklif qilaman. Ayt. Birinchisi, men seni islomga chaqiraman. Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad uning rasuli deb guvohlik berasan" dedi. Amr aytdi: "Bu narsani menga keragi yo'q. Ikkinchi taklifing nima?" dedi. أنا اللي وفيت وغدرتي أنا الغلطان ماشي انتي في يدي اللي تبغي فين وسيري هلا لا رجالك مسكين عليك جيتك عاشق وانتي لا في يدي اللي تبغي فين وسيري هلا لا رجالك مسكين عليك أنا الغلطان ماشي انتي أنا اللي عشقتك ما عشقتي أنا اللي وفيت وغدرتي أنا الغلطان ماشي انتي أنا الغلطان ماشي انتي